otajon. Viqorlari osmonim, salobati omonim otajonim. Otajon, dadajonim, otajonim, dadajonim, otajonim. Dada sizni yaxshi ko'raman, buni hech ham ayta olmayman. Diqqat, hukm. Nima sababdan bir jinoyat uchun butun bir avlod javob berish kerak? Otasining qilmishi uchun nega farzandlari yoki aka uchun uka javob berishi kerak? Bu to'g'rimi? Men o'ylayman, mutlaqo noto'g'ri.